Uyg'ur elining Nilqinayisida Xitoy saqchilarining avargarchilikka uchragan Qozog'iston fuqarosi Tursunali Bagdulab bir oylik tuqqay yo'qlash ziyoratini Mushayning 11 kuni oxirlashtirib, Qozog'istonga omon-eson qaytib kelgan. U bugun radiomiz ziyoratini qabul qilib, Nilqidagi vaqtida uchragan avargarchiligining yana bir qism tafsiloti bo'libmi ahvol xalqaroga oshkorlangandan keyin Xitoy tarafida yuz bergan pozitsiya o'zgarishlari haqida ma'lumot berdi. Anda siz videodan sir taqatdingiz. Anda bizniki bu Erkan Asiya radiosidan badi. Andan boshqa torlarım chiqdi. Shu xabarlarga chiqqandan siz shu atraf xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi? Siz o'zingizniki. Aşağıda turgan kezde kızım mаған yo'ldan berdi. Eğer men son maydanda, naq maydanda video izlanib, video nimene taqatmagan bo'lsam, bular endi o кезде men uqpayım. Onun deyişçe, o pasportunun tartılınğanlığı ve saqçılarning o'zini so'raxanda tömür o'rindiqqa o'ltirg'izib, jinoyatchi qatorida muomala qilganligini Qozog'istondagi qiziga video orqali yetkazgan va bu ahvol telefon ziyoratlarimiz orqali dalillanib xalqaroga oshkorlangandan keyin Xitoy tarafining pozitsiyasida burilish xarakterli o'zgarish yuz bergan. Muomalasi o'zgaribdi, ki yumshapti. Shu qancha kundan keyin o'zgardi shu? Ol men mana videoni tarqatib etdim-ku Qozog'istonga. Buni tarqatgandan keyin bo'shiliqi bular. Sonda 3 kun vaqti u. Dastlabda uning Qozog'iston fuqaroligini ko'zga ilmagan va pasportini tatib olgan Xitoy saqchilari uning pasportini qaytarib berganligini aytgan. Bir saqchi yo'ldasini so men Xudoning oldidagi saqchilarga boribdi. Sizni chaqirib atib barsam, halkisi siz endi rejimiz, төмен жақтағылардың қатесі деп қойған жұмысы bu. Bular қатесі деп қойған bular. Sizde hech qanday qilib qo'ygan. Dastlabda uni 10 yil burungi qatnash voqeasi uchun 18 ming yuan to'lam to'lashga qistigan saqchilar oradan 3 kun o'tganda mazkur qatnash delosining yopilganligini bildirgan. Qarshi tarafda arzon kelgan Xitoy bor o'shani bir mashina voqasini. Mashina men mashina qo'ygandaga qarshi taraf sol kesse sizden ana yeri eкен, sizde de kınar yok, burada kınar yok. Buna öz шығын özü teyit, buna öz шығын özü teyit деген неменені bitirip кетті sonda. Sol eken. Aşınınға қол қойып беріңler болды dedi. Doğru dedim. Dastlabda uni silkib va dushkalab, hatto qo'llari qisib bog'lab, to'mir o'rindiqqa o'ltirg'izgan saqchilar oqibatda uning do'stlik va hamkorlik haqida taklif tavsiyalarda bo'lgan va ikki do'st davlat fuqarolariga xos o'zaro yuz xotir qilishni talab qilgan. Xitoy memleketi, Qozog'iston memleketinin dostluğun oylab endi ekerge ne qilmаңыз, жамандамаңыз, тура түсініңіз, biz sizin жұмысыңызды жақсы істеп жолға саламыз. Бұдан кейін емін-еркін келіп тұрасыз деді ғой бұлар. Содан кейін айттым, мен жамандамаймын дедім. Бірақ кім жамандату керек? Xitoy memleketinin өзің жамандату керексің деді. Xalqaraga өзің жамандату. Ham uning kelajakdagi safarlarga osonlik tug'dirib berganligi haqida va'da bergan. To'g'ri, sizlar yaxshi endi o'ylabdimmi? Yaxshi o'tdingiz, bu жақта yaxshi o'tdingiz, kelib ketishingizga hech qanday ta'sir bo'lmaydi sizning. Аяқ жақта жұмыс істеп отырғандар қате іш қылып қойыпты. Сізден кешіріңіз деп. Мен айттым, ана мен ұстаған Қарақытайды кешірім сұрасын. Өйтіп едім, ой енді оны не қыласыз? Сіз сол үшін біз кешірім сұрап деп, сол жерде 4-5 бар. Солар кешірім сұрап жолға салды. Ондақта сізден кешірім сұрды дейсіз ақырды бұла? Ақырында мені кешірім сұрады. Кешірім сұрғанlar şu sizga jinoyatchi muomala qilgan saqchilarning qatna saqchilarning boshliqi bir ustidagi boshliqlari bo'ldi. Shundaqmi? Kechirіңіз, bu to'g'ri tushunіңіз, majlisni. Ashtax so'z aytganim. Tursunali Bagdulab bo'lsa, ahvolni xalqaroga oshkorlashga Xitoy tarafining sabab bo'lganligini va pasporti qo'lga tegmagan taqdirda ahvolni xalqaroga oshkorlashni to'xtatmaydiganligini aytgan. Yaxshi bitirsin, yaxshi bilmasan. Kuniga tarqat. Pasportni bugun bersen bugun demeyim, erten bersen erten demeyim. Bergince tarqatam qaytasin. Сөйтіп болды, мәселе жоқ. Siz қатыржам аралаңыз, туғаныңызды, biz sizni yolga salamız dedi. Sonra söyleyip yolga saldı. O başdan axır müstakil Qozog'iston davlatining fuqarosi xos dadil va keskin pozitsiyada bo'lgan. Saqchilar haddidan oshganda uni qo'pol so'zlar bilan saqchilarni dakkisini bergan. O yerda Xitoy deb aytolmaydigan o jaqdagilar. Aytsam, birisi aytadi, Xitoy deb aytmangiz deydi. Xitoy demesen xalqaro seni tanimaydi dedim. Xitoy ekaningni taniydi. Xitoy demese tanimaydi seni. Siz buna Xitoy deb tillamangiz deydi birisi. Xitoy deb tillamasam Xitoy xalqini xalqaro tanimaydi dedi. Majroning oxirida Xitoy taraf Tursunaliga pasportini qaytarib bergan va ish bajarishda xatolik o'tkazganligini e'tirof qilgan. Tursunali qarshi tarafdan tug'dirgan avorchilik sababli o'zidan afv so'rashni va to'lam to'lashni talab qilgan. Ana Xitoyga mening oldimdan kechirim so'rasin. Mаған morallik turg'ida to'lam to'lasin. Ashta kipr nimalarni aytdim.
saqchining munosabatli rahbarlari ish bajirgan saqchilarga vakolatdan uningdan kechirim so'ragan. Kechirim so'rab, ranjimangiz, endi yekelning iltimog'ini saqtangiz deb o'shunday ana ulkan boshliqlar aytdi-da. Boshliqlar o'tirdi, Xitoy boshliqlar ikkisi o'tirib, do'ngo'lak stolning ustida ashundaq gap qildi. Tursunali bu majroda o'zining boshdan oxir qat'iy pozitsiyada bo'lish orqali o'zining kishilik qadr-qimmatini qo'g'dab qolmasdan Xitoy saqchilariga haddini bildirib qo'yganligi va buningdagi Qozog'istonlik ziyoratchilar yo'l qilgan qiyinchiliklarning oldini olishga tirishib bakkanligini ilgari surdi. Men bir qozoqman qo'y, yana boshqa qozoqqa kichkina jo'rashuvni o'yladim qo'y. Men nima bitirsam bir 18 millionni bitirib ketiga bo'ladi. Biroq men siqildi qancha qozoq kiradi, qancha qozoq chiqadi oyoqqa. Ya siz bir bu tafsilotlarni bayon qilish jarayonida ahvolni xalqaroga yetkazishda rol o'ynagan faoliyatchi va axborot organlariga, jumladan radiomizga alohida minnatdorligini bildirdi. O'sha vaqtda mana Azadlik tilchisini, mana Atashovga, mana sizlarga, barlig'ingizga rahmatni yoldirib o'tirdim. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida nilqida parokandachilik uchirgan Qozog'iston fuqarosi Tursunali Bagdavlatga Xitoy tarafining pasportini qaytarib berganligi va uningdan apu so'raganlik haqida anglitish berdik.